hisobida mag'lub etdi va ularda 3 ochko bor. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi birinchi tur uchrashuvlaridan so'ng guruhda yetakchilikni o'z qo'liga olgan, ammo O'zbekistonni hozircha bu qanoatlantirmaydi, chunki terma jamoamiz qayd etsa, ya'ni g'alabani qo'lga kiritib 3-turga olib qolsa yo'llanma masalasini. Lekin boshqa variant ham bor, bunga ishonish biroz qiyin. Shri-Lanka Nepalni yutib, O'zbekiston Laosga yengilishi. Shunday barcha jamoalarda 11-raqamdagi Nepal vakili Anita Basnet to'pni burchakka o'rnatdi va o'zi burchak zarbasini amalga oshiradi Anita. Ammo bosh hakam Wang Chie hali ruxsat bergani yo'q. To'xtatdi qaytamiga tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchini. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga urg'u beryapti. Va ko'rdikki, juda ham oddiy kutib oldi to'pni shri-lankaliklar. Biz standartlarda bunday holatni ko'p bora ko'rishimiz mumkin. 12-raqamdagi futbolchi Gita Rana gol muallifasi. Ishtirokni boshlayman, bu uzatma. Gol bo'layotgandek ko'rindi menga ochig'i, ammo gol emas. Burchak zarbalaridan bemalol gol kutsak bo'ladi. O'tkazildi. Zarba darvozabon qiyinchilik bilan qaytaryapti. Mana shu o'xshamagan zarbani ham olib qolish mumkin. Buni bajardi. To'g'ridan-to'g'ri darvozaga zarba beradigan nuqta desak ham bo'ladi buni. Qaror qanday bo'ladi? Tez orada bilib olamiz. To'p oldida bir futbolchi to'g'ridan-to'g'ri darvoza tomon yo'naltirdi. Qaytgan to'pga birinchi bo'lib himoyachi yetib keldi. Ikkinchi to'lqin ancha ortdan boshlanadigan bo'ldi. Ikkinchi to'lqin nepalliklarda Renuka Nagarkote mana shu futbolchi zarba berganda, bu uzatmaga esa jamoat O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bxandari gol muallifi. Qaytimi bo'lishi kerak. Bxandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol rostdan ham. Bizga Raibu bitta chap qanotga ko'chirildi, yaxshi o'yladi. Gita Rana uzatma, 4-gol. 4-0. Gita Rana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bxandari hat-trick muallifiga aylanmoqda. Turnirdagi umumiy gollari soni 7 taga yetdi uni. 7 taga yetdi. Darvoza tomon yo'llangan zarbalarni ko'ring. 55-daqiqagacha bo'lgan statistika uchun rahmat aytamiz. 24 ta zarba yo'llabdi Nepal. Ularning darvozasi tomon Shri-Lanka 2 ta zarba yo'llagan, bittasi aniq. Ikkala tomonda ham bu borada 50% lik ko'rsatkich. Shri-Lankaning 2 ta zarbasidan bittasi aniq, Nepalning 24 ta zarbasidan 12 tasi. Ya'ni teng yarmi. 25-zarbaga qarab boryapti jamoa. Zo'r kombinatsiya. Himoyachi so'nggi pallada tegib qoldi to'pga. Darvozabon esa uni egallab olyapti. Sakura Sevandi Subasingha darvozabon, uning nigohlari nega bunchalik ekanligini taxmin qilish qiyin emas. Jamoasi juda yomon o'ynayapti. O'tgan turda 10 ta gol o'tkazib yubordi. Bu turda hozircha 5 ta o'tkazdi va Jabrdiyda Rashmi Kumar Gising ikkalasi yolg'iz, yuzma-yuz. Hakam Wang Chiehning ruxsati kerak. Xo'sh. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gita Rana O'zbekiston bilan Nepal o'rtasidagi yaxshi o'yinni ko'ramiz. Zarba yo'llay olmadi. Burchak zarbasi ko'ramiz. Ha do'stlar. 6-gol. Kutib oling.
21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda oldinga o'tib jamoasiga gol urib berdi. Uzoqdan yo'llangan zarba rikoshet, darvozabon ham qaytardi. 13-raqamdagi futbolchi Rikha Pudel mana shu o'yinchi zarba berdi. Yosh, ikkinchi qavatda orqali yana uzatma, mana gol, 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Rikha Pudel gol muallifi. To'xtalish. Endi jarima emas, lekin yuziga tekkanligi uchun to'xtalish bo'ladi. Og'riqli menimcha. Hozir esa burchak zarbasini kuzatamiz. Mana bunday pas amalga oshirildi. Rayning zarbasi baland. Yaxshi uzatma. Zarba ko'ramiz. Uzoq masofadan aniq borganda chiroyli. Yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0, 89-daqiqada bu golga erishdi Pujarana. Ya'ni guruh finaliga aylanadi. Chap qanotdan hujum. Aldab o'tishga qaror qildi. Yana bir raqibni aldadi. Zarba bersa ham bo'ladi. O'zi zarba berdi. U qadar kuchli chiqmadi. Yaxshi o'yinlari endi bo'lib o'tadi u yerda. O'ng qanotdan yurishni ko'ryapmiz. Nepal jarima maydoni ichiga kirib bordi. Qaytarildi. Xokar zarbaga aylanib ketdi mana shu uzatmasi. Darvozabon qiyinchilik bilan bartaraf etyapti ushbu vaziyatni. Uzoqlashtirish o'xshamadi. Nepalda qolmoqda to'p. Rai aqlli o'ynadi. Qoida buzilishi bor. Raiga zarba berdi Shri Lanka vakilasi. Juda bitta hujum qildi. O'rtaliqda bir oldinga o'tishga urinib ko'rdi va mana yakunda hujum qilyapti. Mana bu zarba juda noaniq. Darvozabon to'pni ushlab oldi. 9-golga harakatni boshlayotganida hakam final hushtakini chaldi. 8-0 Nepal terma jamoasi